Yo'tal uzoq davom etishi va nafas olish qiyinlashishi bu astmami yoki bronxitmi? Ko'pchilik bu ikki holatni bir xil deb o'ylaydi, ammo ular bir-biridan butunlay farq qiladi. Bronxit ko'pincha infeksiya, ya'ni virus yoki bakteriya ta'sirida bronxlarning yallig'lanishi. Odatda 1, 2 yoki 3 hafta davom etadi, so'ng tuzalib ketadi. Astma surunkali holat bo'lib, umr bo'yi davom etishi mumkin. Allergenlar, sovuq havo yoki stress ta'sirida nafas yo'llari torayib qoladi. Yo'tal xususiyati: bronxitda ko'pincha balg'amli yo'tal kuzatiladi. Astmada esa quruq yo'tal bo'lib, u ayniqsa tunda yoki jismoniy harakatdan keyin kuchayadi. Nafas qisilishi bronxitda kamroq uchraydi. Astmada esa xirillash bilan birga nafas qisilishi asosiy belgilardan biri hisoblanadi. Davolash usuli: bronxit ko'pincha o'zidan o'zi yoki dam olish natijasida tuzaladi. Astma esa doimiy nazoratni va maxsus ingalyatordan foydalanishni talab qiladi. Ko'pchilik astmani surunkali bronxit deb adashtirib, shifokorga kech murojaat qiladi. Bu esa holatning og'irlashtirishiga olib kelishi mumkin. Tavsiya: yo'tal 3 haftadan ortiq davom etsa, pulmonologga murojaat qiling. Xirillash yoki tez-tez nafas qisilishi kuzatilsa, buni e'tiborsiz qoldirmang. O'zingizga tashxis qo'ymang. Ular o'rtasidagi aniq farqni tibbiy tekshiruv orqali bilish mumkin.